Bu er kishilar odam oyoq besib boqmagan jilg'ining udulda bir go'zal qizning turganligini hayronlik ichida bayqaydi. Gerçi ularning oraligi 1000 metr bo'lsa-mu, uning mukammal badan shakli yana kishining diqqatini tortib turadi. Shuning bilan bir vaqtda go'zal qiz uning mavjudligini bayqagandek bo'lib, darhol qo'ldagi xizmatini to'xtatib, burilib u taraf qaraydi. U intayin go'zal qiz edi, lekin Velning ko'zi ixtiyorsiz holda o'zini qochirdi. Chunki biraylar uningga mayli qarshi tarafda qandaqlik ish bersin, yeyishimiga parvo qilma. Uning bilan fikr almashtirishga urinma degan edi. Bu yer jilg'ining chetiga silingan qorovulxona. Vel bu yerdagi eng qo'g'dovchi. Ammo g'alati yeri shuki, garchi necha ming chaqirim doirada bir odam ko'rinmasimi, ammo jilg'ining endi har xil ig'ir tipli qurollar qo'yilgan. Har 600 metrda bir avtomatik zish samrak supisi, har 1000 metrda bir tashqi dunyo bilan aloqa qiladigan sun'iy amra qabullovchi bor. Jilg'ining ichida har 10 metrda bir g'oyasur laylan mina bor. Qarmoqqa g'ayrati ko'rinsimi? Lekin xuddi bir narsani qo'g'damayotgandek ko'rindi. Oldingi navbatda qo'g'dovchi uningga bu yerdagi vazifaning nihoyat oddiy ish kerakini, xuddi remotchiga o'xshash har kun qiladigan ishi uskunlarni tekshirish va o'q-to'rlarni to'ldirish kerakini. Faqat 1 yil bardashlik basila, keyingi navbatda qo'g'dovchi uning o'rniga chiqadiganligini aytdi. Bu gaplarni anglab Vel sal gangirab qoldi. Acaba jilg'ining ichida ular ko'rib boqmagan g'alati maxluqlar bormidi? Yana kelib u kelishdi Muran. Boshqa uningga buning intayin muhim vazifa ish kerakligini qo'ydi. Uning ustiga u kelgan yo'lda narkoz qilinib, bevosita bu jilg'iga parashtlar tushirilgan. Lekin hozir u vazifaning maqsadining nima ekanligini bilmaydi. Acaba boshqalarni qo'g'nish uchunmi? Yo'q. Oldin qo'g'dovchi sirli qoldi uningga. Jilg'idagi narsalarni qechib chiqishining oldini tushunish kerakligini aytdi. Bu odam texim gangirtib qo'ydi. Bu qo'pqiriq jilg'ida zaten nima bor? Atis bu yerda 1 yil vazifa o'tagancha ham ishlarni Velga topshirib berib, bu yerdan ketmoqchi bo'ldi. U necha 10 kilometr yo'l yurgan ekan. Tog' cho'qqisiga chiqib, qo'ldagi istak bombasini tashlab, uni kelib aktidaganlarning kelishini kutdi. Nihoyat tezla bir tikchor arpani yetib kelib, bir til arg'amchini tashlab berdi. Biroq tikchorga chiqishdan 1 sekund burun Amaray uning qartib tapachini chiqardi. Ondan bir pay o'qiyotlar uni ustib o'tgan ekan. Arg'amchini kesib uni tashlab etdi. Copy that. Shuning bilan bir vaqtda Vel yana yangi bir kunlik xizmatini boshladi. U atrofni charlab uskunlarni tekshirdi. Oldingi muofizachi aytgandek, u haqiqatan bir oddiy remont qilish xizmati. Hatto tasavvurdagini zerikishlik. 30 kun xizmat qilgan ekan. U belgilim bo'yicha harbiy tarafga xizmatni ilgirlash ahvolini do'kra qilgan. Bu uning jilg'iga kelgandan keyin olgan ikkinchi ovoz edi. Aslida bu xizmatga intayin qiziqqan u ixtiyorsiz bir savol so'radi. Lekin qarshi taraf javob bermay, telefonni qo'yib o'tdi. Shu topda qilgan ish topolmagan u ogohlantirish qarama teleskop bilan qarshi taraf qaradi. Amaliyotda qarshi tarafning hech qanday farqi yo'q bo'lib, birdan-bir farqi yana bir tarafga qaralganning qo'g'dovchisi bir go'zal qiz edi. Bunda qaqasoyda mushundaq go'zal qizni uchrashishdan pazish bormi? Uni texmi hayron qoldirdi. Bu go'zal qiz tashabbuskorlik bilan uning bilan aloqa qilishdi. Bu qizning ismi Anya. U nihoyat aqlli bo'lib, miltiq ovoz bilan Velning diqqatini tortdi. Bu sirtga chiqib durbin bilan qarshi taraf qaraganda, go'zal qiz yana demoqchi bo'lgan gapini daftarga yozib, uningga tinglaydi. Chunki ikkisining oraligi bekshiraq. Bumi ularning fikr almashtirishga birdan-bir savol. Anya degan birinchi qiz gap bo'lsa, sizning ismingiz nima? Birdamdan keyin Velmi o'sha usul bilan uning javob qaytardi. Biroq u belgilimi xilop qilmaslik uchun shuning bilan do'stiga bu savolga javob berolmayman deb yozdi. Aslida Vel mushu gapni yezib bo'lib, ondan bir yerimni qisay deb o'ylagan. Lekin kim bilsa, bu qiz yana tez suratda javob qaytardi. Shuning bilan u do'stiga demoqchi bo'lgan gapini qaytadan yozib, romkuni to'ldirib, bu qizning tug'ilgan kunini tabrik qildi. Dal mushu gap ikki notanish odam o'rtasidagi orliqni o'ziga yaqinlashtirdi. Anya diskni ilib muzika qo'ydi. Biroq keran toza qo'shal o'ynayotganda, jilg'ida normalsizlik ko'ringandek, Vel darhol miltiqni ilib pastga qarab, azaldan ko'rib boqmagan qo'rqinch narsani bayqaydi. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 50 grafni yo'llab ko'ring. Filmning to'liq qismini ko'z saloniga 50 grafni yo'llab ko'ring.